Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. 2 xonali uyga kelganmiz. 3 xona qilib qo'yilgan ekan. Shimoliy Olmazorda joylashgan. Bu yerda anchadan beri odam yashamagani uchun o'zgina ahamiyat bermaysizlar. Tomonda bitta kichkina xona qilib qo'yishgan. 2 xona o'zi 3 xona qilib qo'yilgan. Tomon bu yana bitta xonamiz bor. Qo'shilarimiz mumkin. Kirishda dush qismlari. To'rtinchi qavatda turibmiz. Bu binamiz 4 etajli. Bu 4-qavat, mana sentrda joylashgan.